Malaikelerini biliş. Mukaddime. İnnel hamdülillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hadiye leh. Sünen-ü Nesai 1589 numaralık hadisden. Tercümesi: Barlık hamd sana Allah subhanahu ve taala xastır. Allah'a hamd sana eytimiz. Allah'tan yardım tileyimiz. Allah'tan günahlarımızı kechirim qilishini tileyimiz. Allah sığınıp nefsimizden şerrinden, emellerimizden yamanlıqdan panah tileyimiz. Allah hidayet qilgan adamni hech kishi azdıralmaydı. Allah azdırgan, yani haqni ko'ribmi qabul qilmagan fasıq adamni hech kishi hidayet qilolmaydi. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Tercümesi: ve guvahlık bermen ki Allah'tan başka ibadetke layık hiç ilah yoktur. Ve yana guvahlık bermen ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bendisi ve elçisidir. Ya eyyühellezine amenuttakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Tercümesi: ey müminler, Allah'a layık ravişte takvadarlık kılınlar. Fakat Müslümanlık haltınla bilenla vefat bulunla. Sure Ali İmran 102. ayet. Ya eyyühen nasu tequ rabbakumullezî halakakum min nefsin vâhideh ve halaka minha zevceha ve bethe minhuma ricalen kethîren ve nisâ'eh. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Tercümesi: ey insanlar, sizlerni bir insandan, yani Adem aleyhisselamdan yaratkan, şu insandan, yani öz cinsinden onun cüptini, yani Havva'nı yaratkan ve uladın, yani Adem bilen Havva'dın nurgun ayallarını yaratkan Rabbinladın korkunlar. Bir-birinladın ners soraganda nam bilen soraydıgan Allah'tan korkunlar. Sil rahimni üzüp koyuştun saklanınlar. Allah hakikaten sileni, yani bütün ahvalınlarını küstüp durgucudur. Sure Nisa 1. ayet. Ya eyyühellezine amenuttakullaha ve kulu kavlen sedida. Yuslih lekum a'malakum ve yaghfir lekum zunubakum. Ve men yuti'illaha ve rasulahu fekad faze fawzan azima. Tercümesi: ey müminler, Allah'tan korkunlar, doğru sözünü kılınlar. Allah sizlerning amellaringlarni tuzaydi. Yani sizlerni yaxshi amallarga muvaffaq qiladi. Gunohinglarni mag'firat qiladi. Kimiki Allohga ve onun payg'ambariga itoat qilsa, zo'r muvaffaqiyat qozongan bo'ladi. Sure Ahzab 70-71 ayetler. Shuningdan keyin: inna asdaqal hadisi kitabulloh ve ahsanal hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tercümesi: çokum ki sözün en yaxşısı Allah'ın kitabıdır. Yolunun en yaxşısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yoludur. İşlarının en ziyanlığı din koşulgan yeniliklardır. Din koşulgan barlık yenilik bid'attur. Barlık bid'at azgınlıktır. Barlık azgınlık devzaktıdır. Bizning burchimiz saplaştırış ve terbiyeleş. To'g'ri islomiy aqidalar ve amallar cho'qim Allah subhanahu ve taala'nın kitabını
ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetini mənbə qilishi. Şundaqla sahabeler Allah subhanahu ve teala ulardan razı olsun. Bilimi ve düşüncesini yetekçi qilgan bo'lish kerak. Mana bu Allah subhanahu ve teala insanlar üçün belgilagan, ularni ko'z oldidagi ve adaqi muvaffaqiyat ve xo'shallikqa boshlaydigan ochiq hidoyat yo'lidir. To'limi afsus, nurg'un musulmonlar bu buyuk yo'ldan o'xshamagan darajadan chetnab ketdi. Shu vajidan musulmonlar orasida islomni jonlantirishni maqsad qilgan har qanday tirishchanlikda cho'qim tuvandagidek ikki prinsipal omil nazarda tutilishi kerak. Birinchi, saplashtirish. Bu yo'l, ya'ni hidoyat yo'lini putlikashon va to'solg'ulardan tozalash va kishilarni uningga yetaklash jarayoni. Ikkinchi, kishilarga bu yo'l ustida qandoq yashash va uning qoida mezoniga amal qilishni o'rgatadigan muqim va sijil jarayon. Bu ikkisi Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem'nin payg'ambarlik vazifasining yadrosi edi. Allah subhanahu ve teala bu vaqtda mundaq deydi. Tarjimasi: Allah ummilarga, ya'ni yezishni va o'qishni o'qimaydigan arablarga ularning ichidan bir payg'ambarni, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi ve sellem'ni avatdi. U, ya'ni payg'ambar ularga Qur'on oyatlarini o'qib berdi. Ularni gunohlardan poklaydi. Ularga kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni payg'ambarning sunnatini o'rgatdi. Gerçi ular ilgari ochiq gumrohlikda bo'lsin. Sura Cuma 2-oyat. Ana shu vajidan biz o'qirmanlarimizni ixchamlashtirilgan islom tushunchasi bilan ta'minlash va uni tuvandagi ikki jihatni o'zida mujassamlagan oddiy shaklda bayon qilish zaruriyati borligini his qildik. Ya'ni ular bo'lsa-mu saplashtirilgan islomiy ta'lim-tarbiya va ularni ijro qilishdagi amaliy ko'rsatmalar. Mana bu biz o'zimiz uchun bekitgan nishondir. Shundaqla siz anglayotgan bu kitob bizning mush nishoniga qarab atgan qadamlarimizning kichikkina bir bosqichidir. Saplashtirish. Saplashtirish, ya'ni arab tilidagi tasfiya, bizning ilm ilish manbayimiz, aqidamiz va amallarimiz uchun zarurdir. İlim ilish manbayimizni saplashtirish. İslomiy bilimlar yoki diniy amallarda xato holda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yoki uning sahobalariga nisbat berilgan, ya'ni sahih bo'lmagan rivoyatlar, hadis va asarlarni asos qilishga bo'lmaydi. Bu xil rivoyatlar haqiqiy islomdan chetnab ketishning asosli sabablaridandir. Shu vajidan ilmimizni daif ve to'qilma rivoyatlardan tozalash, ya'ni saplashtirish bizning o'qitish xizmatlarimiz o'z ichiga ilish kerak bo'lgan zarur vazifadir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam islomiy ilmlarni saplashtirish yo'lida tirishchanlik ko'rsatganlarni maqtab shundoq degan. Bu ilmni avlodma-avlod ishonchli kishilar zimmasiga oladi. Ular oshqunlarning o'zgartishlarini, kazzoblarning yolg'onchiliklarini ve cahillarning burmalashlarini uningdan, ya'ni pok islomiy ilmdan chiqarib etadi. Bu hadisni İmam Bayhaqi, İbn Adi ve boshqalar Abu Hurayra, İbn Mas'ud ve boshqa sahaba radiyallohu anhumdan rivoyat qilgan. Şeyh Albani rahimahulloh Hidayatur Ruwah 239 numarda Hasan deb baholagan. Aqidamizni saplashtirish, falsafiy munoziralar, ilmiy kalom, kültürel ko'rsatmalar
ve yuchun tushunchalar nurg'un musulmonlarning aqidasini bulg'ab etdi. Shu vajidan islomiy aqidani soplashtirish, uningda Qur'on va sahih sunnatni asos qilish, uni har qanday shakldagi shirkdan tozalash va uni Allah subhanahu va taala maqtagan sahobalarning aqidasi bilan birlashtirish zarurdir. Bu vaqtda Allah subhanahu va taala shunday deydi. Tarjimasi: agar ular sizlar ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam va sening sahobalaring iymon etgandek iymon etsa, albatta to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Sura Baqara 137-oyat. Amallarimizni soplashtirish. Dinda yangidan paydo qilingan ishlar, ya'ni Allah subhanahu va taala va uning payg'ambari sallallohu alayhi vasallam ijozat bermagan bid'atlar nurg'un musulmonlarning amal ibodatlarini zediladi. Shu vajidan islomiy amallarni soplashtirish, ularda Qur'on va sahih sunnatni asos qilish, ularni sahobalarning tushunchasi va amallariga to'g'rilash va bid'atlardan tozalash zarurdir. Mana bu Allah subhanahu va taala tuvendiki oyatdagi bayon qilgan mu'minlarning yo'lidir. Tarjimasi: kimiki o'ziga to'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin payg'ambarga, ya'ni uning amriga muxolifatchilik qiladigan, mu'minlarning yo'lidan g'ayriga ergishadigan, uni o'z yo'liga qo'yib beramiz. Uni oxiratda jahannamga kirgizamiz. Jahannam nima degan yomon joy? Sura Nisa 115-oyat. Ikkinchi, tarbiyalash. Tarbiyalash aqida amallarimizni sap ilm ustiga barpo qilish, ondan shu ilm ustida o'sib yetilishga davom qilishdir. Tarbiyalash saplashtirish bilan mas qadamda ilib berildi. Salafning haqiqiy ergashkichilaridan bo'lish. Yuqoridagi aqida va amallarni saplashtirishga aloqador muhokimalardan keyin cho'qim o'zimizni va jamiyatimizni ashu saplashtirilgan ta'limotlar asosida tarbiyalash. Sahoba boshchiligidagi salaf solihlar yo'liga ergishish uchun kurash qilishga kuchishimiz kerak. Allah subhanahu va taala sahoba va ularning haqiqiy ergashkichilarini maqtab shunday deydi. Tarjimasi: hammadan ilgari iymon etgan muhojirlar va ansarlardan yaxshilik qilish bilan ularga ergashganlar, ya'ni tabiinlar va qiyomatgacha ularning yo'lida manganlardan Allah rozi bo'ldi. Ularmu Allohdan rozi bo'ldi. Allah ularga ostidan o'stanglar yiqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular jannatda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir. Sura Tavba 100-oyat. Sahobalar Allah subhanahu va taala o'zining payg'ambari sallallohu alayhi vasallamga hamroh bo'lishga va u yetkizgan vahiyni qabul qilishga tanlagan kishilardir. Ular ota-bobollarining botil dinini tark etib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hamroh bo'lishga hiris bo'lgan va uningdan bevosita ta'lim olgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tunji va eng yaxshi islomiy jamiyat barpo qilishiga yordamlashgan. Shundaqla Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'gitlarini keyingilarga to'p-to'g'ri yetkazgan. Musulmonlar sahobalarni o'zlarining haqiqiy o'rnak qila olgandilar, haqni izlashga moyil bo'ladi va kallasi mazhab, guruh va firqa mutaassibligidan ozod bo'ladi. Pak dinga da'vat qilish. Tarbiyalash jarayonining bir halqali qismi barliq insonlarni, ya'ni barliq musulmon va kofirlarni pak va sab islom diniga chaqirish, ya'ni da'vat qilishdir. Bu tuvendikilar orqali ro'yobga chiqarilishi kerak. Birinchidan, o'z davrimizga mos holda o'rnakli kishilardan bo'lish. O'zimizni go'zal axloq va solih amallar bilan zinnatlash. Ikkinchidan,
Bu katta dinni hikmet, mehr şefkat ve mulayimlik bilen yetkiziş. Allah subhanahu ve teala bu haqda şundaq degan. Tercümesi: Sizlerning aranglarda hayırlık işlarga davet kıldıgan, yaxshi işlarga buyurup, yaman işlarni to'sidigan bir cemaat bo'lsin. Ana shular maqsadiga erishkichilardir. Sura Ali İmran 104-ayet. Allah subhanahu ve teala'nın yolu, yani haq İslam diniga davet qilish mecburiyetini çağımısının yetişçe ada qilish her bir Müslümanın hem kollektiv hem hususi burchudur. Allah subhanahu ve teala bu haqda shundaq deydi. Tercümesi: Yaxshi ishqa ve taqvodorlikqa yordamlashinglar. Gunohga ve zulmga yordamlashmanglar. Allah'ның azobidan qo'rqinglar. Allah'ның azabı hakikaten qattiqdir. Sura Maide 2-ayet. Bu Allah subhanahu ve teala'nın diniga davet qilish, Allah subhanahu ve teala'nın qabul qilishiga erishish, shundaqla xo'shallik ve muvaffaqiyatni ishga oshirishning birdan-bir yo'lidir. Allah subhanahu ve teala bu haqda shundaq deydi. Tercümesi: Zaman bilen qasamki, hakikaten insan çokum ziyan ichidadir. Fakat iman etgan ve yaxshi amallarni qilgan ve bir-biriga haqni tavsiya qilishgan ve bir-biriga sabrni tavsiya qilishganlar buningdan mustasno. Sura Asr 1-ayetdan 3-ayetgacha. Shundaqla bu yana mu'minlar orasidagi kuchlik ittifoqlikdan manbalanadigan haqiqiy ve samimiy mehr muhabbatni barpo qilish yo'lidir. Allah subhanahu ve teala shundaq deydi. Tercümesi: Hammanglar Allah'ның argamchisiga, yani Allah'ның diniga mahkam ezilinglar, bölünmenglar. Sura Ali İmran 103-ayet. İslami hal qilish chorasini o'tirg'a qo'yish. Haqqa da'vat qilish davrimizdagi mavjud masalalar uchun real islomiy hal qilish chorasini o'tirg'a qo'yishnimi o'z ichiga oladi. Shunisi shaksizki, Allah subhanahu ve teala'nın hidayeti insonlarning xususiy ve ijtimoiy masalalarini hal qilishning eng mukammal chorasidir. Allah subhanahu ve teala shundaq deydi. Tercümesi: Ularning arasida Allah sana nazil qilgan Qur'on, sünnet ahkam bo'yicha hukm qilgan. Ularning nafs xohishlariga ergashmagin. Sura Maide 49-ayet. Hakikaten biz Allah subhanahu ve teala'nın hidayeti ve yardımını shundaqla bizni özü razı bo'ladigan şekilde özümüzni ve cemiyetimizni saplashtirish ve terbiyelashga muvaffaq qilishini tilaymiz. Amin. Kirish söz. Asonlashtirilgan iman tushunchasi. Asonlashtirilgan iman tushunchasi yurishlik o'qishlari Cibril aleyhisselam hadisida tilga ilingan imanning 6 turki, yani rukunini öz ichiga oladi. Shundaqla shuningga aloqador ba'zi temalarni tafsiliy sharhlaydi. Mazkur material Qur'on ve sünnetden tanlangan sahih hadislarni asos qilgan. Mazkur kitoblarning tili yengil bo'lib, balalar ve yoshlarga o'xshash so'zlik miqdori cheklik kishilarmi uni o'qib tushunalaydi. Mazkur yurishlik o'qishliqlar imanning 6 turkini ve shuningga munosabatlik tuvandagi temalarni o'z ichiga oladi. Birinchi, al-ilmu billah, ma'nosi Allohni bilish. İkinci, ma'rifatul malaika, farishtalarni tonish. Üçüncü, ma'rifatu kutubillahi vel Qur'an, ma'nosi Allah'ның kitaplarını ve Kur'an'ını tonish. Dördüncü, ma'rifatu enbiyaullahi ve rasulihi, tercümesi
Allah'ın peygamberlerini ve Resullerini tanış. 5. Ma'rifetu yevmel ahir. Tercümesi kıyamet gününü tanış. 6. El-imanu bil qadai vel qadri. Tercümesi qada ve kaderge iman etiş. Ügünüşke ve hukumlarını düşünüşke kolaylık yaratish üçün yürüşlük, okuşluklarının içindeki her bir kitap, bab, bölek ve paragraflarga ayrılgan. Onundan başka her bir bab şu hukumlarını ta'kidlaydigan, takrarlaydigan meşhiklerini öz içiga alıdı. Şu sebeplik asonlashtirilgan iman tushunchasi, yurishlik o'qishliklari maktab va shaxslar uchun ishonchlik, qimmatlik o'rganish materiali manbasi bo'la oladi. İnşallah. Ata-analarga ve muarifçilarga tavsiye. Haqiqiy muarifning muddaasi. Haqiqiy muarif birovning ilmini oshirib, diniga bo'lgan tushunchisini yaxshilaydigan muarifdir. Haqiqiy muarif shaxsga o'zining yaratilishidagi hikmatni va uning bu hayotdagi rolini texmi yaxshi tondirdi. Haqiqiy muarif shaxsning qalbida haq bilan botilni ayiradigan kuchlik e'tiqod, uni haqqa bo'ysunib, botildan qochishga majburlaydigan kuchlik iymon shakllantirdi. Haqiqiy muarif jamiyatning ta'xirsiz ehtiyojidir. U tunji avlod musulmonlar erishgandek muvaffaqiyat va izzat hurmatga erishishning oldingi shartidir. Hozirgi islomiy darsliklardagi xatoliklar. Yuqorqidek nishonlarga ega muarifning musulmonlar orasida asosan yo'qolganligini ko'rish haqiqatan ichinishlikdir. Bu sohaga boshlamchilik qilayotganlarning ko'pinchisida sap islomiy bilim va basirat kamchil. Ularning qalbida ular import qilingan islomiy kimlikni ig'ir darajada burmalaydigan bir talay muarif nazariyalari bilan to'ldirmoqchi bo'lgan bo'shliq mavjud. Haqiqatan hozirgi mavjud islomiy darsliklarga va bolalar o'qishliqlariga ko'z yugurtganda ro'shan bir masalani bayqag'ili bo'ladi. İslomiy balalar muarifida to'g'ri usul va materialni tanlashda ig'ir qalaymaqonchilik bor. Biz nurg'un islomiy balalar kitoblarining temillarining sehrgarlik va xurofiylik, botil aqida va urf-odatlar, tarixiy yolg'onchilik va tuhmatlar, kishini bezar qiladigan o'y fikrlar yoki islom diniga zid bo'lgan diniy yoki ideviy e'tiqod bilan niqoblangan tashabbuslarni ko'rdiganligini bayqaymiz. Ixtiloflarni hal qilish. Mana mushular bizning so'yimlik yoshlarimizga atab mavjud yetersizliklarni to'liqlaydigan va mavjud ixtiloflarni hal qiladigan kitoblarni yozishimizga turtki bo'ldi. Boshqa nashr buyumlarimizga o'xshash biz bu kitoblardami Allah subhanahu va taoloning kitobi, Rasul sallallohu alayhi vasallamning sunnati va haqiqiy islom ulamolarining to'g'ri tushunchasidan iborat sahih manbalarni asos qilamiz. Biz bu kitoblarda oddiy til ishlatamiz va hukmlarni tushunishlik usulda ifodalaymiz. Shundaqla bu jarayonda o'z ichiga olgan doirasining to'g'riligi va ko'lamiga ta'sir yetkazmaymiz. Shu vajidan bu kitoblarni boshlang'ich va o'rta maktablarda darslik qilishga to'limi mos keladi. Uningdan boshqa ularning o'zgacha lohillanishi va nurg'un mashq savollari ularni foydali bilim ilish va ko'ngil etish manbasiga aylantirdi. Shu vajidan mazkur yurishlik o'qishliqlar bizning yoshlarni islomiy hukmlar ixchamlashtirilib bayon qilingan islomni solih peshvolarimizning, ya'ni salaf solihlarning tushunchasiga va amaliyatiga mumkin qadar yaqin shaklda sap va oddiy qilib tonishtirgan o'qishliq va
o'rganish materiallari bilan ta'minlashdan iborat burchimizga bo'lgan tonishimizni amaliyotga aylantirish yo'lida bosgan qadamlarimizning oddiy samarasidir. Mazkur kitob farishtalarni tonish osonlashtirilgan iymon tushunchasi o'qishliqlarning ikkinchisi bo'lib, başdan axir iymonning ikkinchi turiga, ya'ni farishtalarga iymon etish haqida to'xtaladi. Mazkur kitobda farishtalarning umumiy xususiyatlari va fe'llari tafsili bayon qilindi. Mazkur kitobda yana Qur'on sunnatda bayon qilingan Jibril, Mikail qatorliq muayyan farishtalarmu tafsili tonishtirildi. Tashakkurnoma. Barcha hamd sana bu ishni tamomlashimizni osonlashtirgan Alloh subhanahu va taologa xosdir. Men Alloh subhanahu va taoloning xilma-xil shakllarda bu asar uchun kuch chiqargan barliq musulmonlarni mukofotlashini tilayman. Jumladan men Alloh subhanahu va taoloning emgeklari orqali menga mislsiz manfaat yetkazgan ustodim Muhammad Nasruddin Albani rahimahullohni mukofotlashini tilayman. Shundaqla men yana Alloh subhanahu va taoloning başdan axir meni qo'llab quvvatlagan taklif fikrlar orqali bu asarni ro'yobga chiqarishim uchun zo'r hassini qo'shgan ayolimni mukofotlashini tilayman. Men yana Alloh subhanahu va taoloning bu asarning korrektorligini qilgan va shu jarayonda o'zining qimmatli taklif fikrlarini bergan qizim va boshqa shaxslarni mukofotlashini tilayman. Men yana Alloh subhanahu va taoloning bu kichikkina asarni musulmonlar uchun manfaat qilib berishini, ayib nuqsonlarimni kechirib o'tishini, bu xizmatimni nifoqdan va kibrdan poklashini va uni mendan qabul qilishini tilayman. Rabbim meni, ota-onamni va barliq mu'minlarni mag'firat qilgin va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga rahmat, salomlarini yo'llagin. Abu Abdullah Muhammad Mustafa Al-Jibali 1435-yilning safar iyi. Miladi 2013-yili dekabr Madina Munavvara.